Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalini obunachilar. 2026-yilda yaxshi niyatda mana shunday chiroyli imorat solgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun loy suvoq qiladigan ustalarni zo'rin topib qo'yganman. Bugun biz Farg'onaning Rishtonidamiz. Rishtonlik ustakalarimizni, qo'ligul ustakalarimizni ishlarni hosilaga chiroyli qilib yoritib beramiz. Mana shu xonadonimiz ham akalarimiz chiroyli qilib mana loy suvoq ishlarini qilib beryapti. Hozirgi kunda narxi necha pul bo'lyapti? Qayergacha borib xizmat ko'rsatadi deganlarga mana shu ustakalarimizdan so'rab o'tamiz. Ustaka kelavering, mana shu joyga kiraylik. Mana shu bitgan joy, o'zlariga mana o'tirgan, ovqatlangan joydan qilishib qo'ydi. Salqingina, muzdaygina. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz charchamang. Ha, rahmat sizga. Ishlarimiz olyapti. Aka, juda chiroyli chiqyapti-kan aka. Ha, xudo xolasa mana ishlarimiz guldi mana. Olyapmiz. Aka, birinchi beradigan savolim sizga hozir mana loy suvog'imizda pishgan g'ishtga ham qilyapsizlar. Qilamiz, pishgan xomushga qilinadi. Obzatni bularni zo'r bo'ladi. Zo'r ishlaydi, sifatli bo'ladi ishlarimiz. Kafolati bor. Keyin bir narsa aka, hozirgi kunda misol mahsulot ko'payib ketdi, uy qurgani. Pena blok bor, gaz blok bor. Pena bloklar ham obzatni shular yaxshi, kashifalari zo'r. Talakaga javob beramiz. Bu akalarimizni qadrdonlar birinchi marta obzor qilyapman, lekin bundan oldin shu akalarimizni hamkasb birodarlarini obzor qilganmiz, reklama qilganmiz. Haqiqatda pena blokka qilingan joylarda ko'rsatganmiz. Pena blokka. U uylarda remont qilgani, remontlari ham zo'r turibdi ekan. Ko'pchilik aytadi, pena blokka bo'lmaydi, lekin zakonni chiqadi. Zo'r chiqadi. Pena blokmi ketaveradi, pishgan g'ishtmi, xom g'ishtmi, hammasi bo'laveradi. Yaxshi edi. Talaga javob beramiz. Aka, sir bo'lmasa necha kun bo'ldi boshlaganlaringga? Bugun 2-chi kun bo'ldi mana ishlaganimizda. 2-chi kun. Xudo xolasa bugun tugatamiz ishlarimizni. Hozir mana bittada haliga chiroyli qilib ketyapsizlar. Bu bir slog. Bir slogga bu. Aha. Tekizlar. Tekiz mana. Shpakolokaga tayyor, adelkaga mana. Qaranglar. Bir slogga. Bir slog. Aha. Mana shundan keyin bir slog adelka qiladi ustidan. Buni bo'ldi. O'tirishaveradi. Aka, bir narsa, misol uchun somon suvoqli uy mana shu holatda tursa, tabiiy nafas olish yengil bo'ladi, ham yozda muzdek, qishda issiq bo'ladi deydi. Agar men shunday tabiiy holatda yashamoqchiman desa, ikkinchi slog chistovoyni qilib beraverasiz. Qilib beraveramiz, ha? Kelishilgan holatda. Men remont qilmayman, shu tabiiy yashamoqchiman, shu holatida deganlarga. Buni ustidan yana bir slog bo'ladi. Hozir bir slogini 60 ming qilib beramiz hozir. Ikki slogini, bir slogini 35 ming qilib beramiz buni. Agar mana shu holatda bir slog qoladigan bo'lsa, 35 ming so'm. 35 ming so'm bir slogi. Mana shu holatda 35 ming so'm qilib beramiz. Agar ikkinchi slogini chistovoy zo'r qilib sirtlasalar, 60 ming so'm qilib beramiz. 60 ming. Vodiy bo'ylab. Uyda egasidan talab qiladigan narsalar nima aka? Sizlarga nimalarni sharoit qilib beradi uyda egasi? Uyda egasi bizga somon kerak bo'ladi. Somonni olib beradi. Turpoq kerak bo'ladi. Endi suvda, shu. Suv. Oyoqdagi bir lesa kerak bo'lsa beradi. Lesa beradi. Obzatni. Sizlar o'zlaring aka instrumentlaringni olib kelasizlar. Hamma yo'qimiz bor aka. Arava, paqir, kurra. Arava kelmaydi, paqirimiz bor. Paqir, to'g'rilarimiz bor. Obzatni. Ishlanadigan narsalaring bor. Bor. Hamma pravila, palitorka, urg'un, tisha, palitorka hamma yo'qimiz bor. Anda bor. Xudo xolasa mana. Qaranglar, juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Mana bittada akalarimiz chiroyli ketyapti mana. Bittada cho'ttikka qilib. Xudo xolasa loy suvoq baribir boshqacha aka, zo'r. Zo'r. Effekti yaxshi bo'ladi. Ota-bobomiz ham shu choplamada o'tirgan mana. Somon shuvoqda o'tirishgan ota-bobomiz ham. Xudo xolasa juda ham zo'r. Aka, hozirgi kunda xizmatlaring qayergacha borib xizmat ko'rsatasizlar? Hozir vodiy bo'lib qilyapti 35 mingdan. Toshkent vodiga borib kelishilgan holatda. O'sha narxlar qo'shilib bo'ladi tomonlarga. Hozir bu birinchi etajda ko'rsatyapmiz aka. Ikkinchi etaj bo'lsa nima bo'ladi? Kelishilgan holatda bo'ladi ikkinchi etajda. Balandroq qo'shiladi ikkinchi etajlarga. Haqida loy toshiladi, topiladi evaga. Bitta qo'shilib qoladi narxlarimiz. Narxlar qo'shilib qoladi ikkinchi etajga. Hozir birinchi etajda. Bugungi video ko'rayotganimiz Farg'onaning Rishtondan Rishtonlik ustakalarimiz. Halol mehnat qilyapti, gap yo'q. Ertaga kech qaranglar, ayoq loy, qo'y loyda mehnatiga bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Juda ham chiroyli xizmatlarni qilishyapti akalarimiz, qo'lidan qo'yilsin. Xo'p, endi aka, misol uchun somon dedi-ku. Somonni uyda egasi bersa, o'zlaringda qandaydir bir buni maydalab chiqarasizlarmi somonni? Maydalab chiqaramiz, drabrikalarimiz bor. O'zimizni birga olib boramiz mashinamizda. Har bitta pressdan 10 mingdan chiqaramiz. Har bitta pressdan. Har bitta pressdan 10 mingdan o'zimiz
xohlaganda chiqarib olamiz uni. Ko'ngilga Agar yoqadigan xohlasa qilib. videoga chiqarib bersa ham bo'laveradi. Videoga chiqarib bersam ularni bizga yoqish kerak u chiqarilgan somon. Biz o'zimiz yaxshilab chiqarib olamiz. Maydalab, yaxshilab, cho'tkilab chiqarib olamiz. O'zimizga yoqadigan qilib chiqarib olamiz. Ham zo'r. 35 ming so'mdan bir slot, birinchi etaj. Vodiy bo'ylab shu narx ekan qadrdonlar. Ikkinchi etaj bo'lsa kelishamiz deyapti. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab Toshkent vohaga narx ozgina qo'shiladi, u ham kelishilgan holda deyapti. Somonni olib berasiz, qadrdonlar tuproqni to'ktirib berasiz. Somonni har birini, har bitta pristni 10 ming so'mdan o'zlari chiqarib olar ekan. Ko'rib oling mana. Qani? Mana ko'rib oling. Javob beramiz, hamma yoq qo'shib mana. Akalarimiz so'ravilarga javob beradigan bor. Hamma yog'i cho'tki. Mana. Hamma tomonlarga qo'yib ko'ramiz. Javob beradi, talabga javob. Alloh rozi bo'lsin. Gap bo'lish. Mana bog'larni yopib oling. Mana talabga javob beradi. Hamma tomonimiz. Zo'r. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berar ekansiz. Aka, to'g'rimi? Agar ikki slot bo'lsa, bu yana ham tekizlanib ketadi. Yana ham tekis bo'ladi. Zo'r turadi, tekis silliq bo'lib qoladi. Uni ustiga hech shpagulak ham kerak bo'lmaydi. O'zi tayyor qilib beramiz biz. Tushunarli. Shunda holatda yashayman deganlarga. Chunki hozirgi paytda shunaqangi nimalar ham haligi bo'lyapti. Aka, pravilani berib yuborasiz ekan akamizga. Juda ham zo'r. Qo'llaring dard ko'rmasin. Bu Rishtonni tuprog'ida sho'r yo'q, yaxshi aka. Sho'r yo'q bizda Rishton tuprog'ida. Ishonarli javob beramiz tuprog'iga. Gap yo'q. Yaxshi tuproqlar. Aka, hozir shu yerga qancha qum ketadi endi shu joyga? Hozir shu joyga bir kama chaqirganmiz turpoq. Mana qilishyapti. Bolalar, sheriklar bir kama chaqirilgan mana. Elab, ha, elab, yaxshilab loqilinadi. Loqilish jarayonlari. Mana ham qilishsa, mana akalar savol qilishsa, ammo haqiqatda ichkarigi o'zidek. Zo'r. Xo'p, Tekkiz mana. Ishlarimizga javob beramiz. Demak, har qanaqangi nimaga xullas chiroyli qilib beramiz. Chiroyli qilib beramiz. Xom g'ishmi, pishgan g'ishmi? Paxsalarimizgacha qo'shilib qoladi. Paxsa sho'g'larimiz bor-ku, narxlar qo'shiladi. Unga qing'ir-qishiq bo'ladi-da ularga. Narx qo'shiladi ularga. Tekizlab berishga loyiq, eksuloy beramiz loyda. Qalin yitdi ular paxsalarga. To'ppa-to'g'ri. Eksuloy kun vaqtimiz ketadi. Bir suloq urib qo'yamiz, qatadi, ertasi kun yana beramiz-da. Paxsa haqiqatan notekis bo'ladi. Paxsa notekis bo'ladi. Shuning uchun narx qo'shiladi unda. Narx qo'shiladi paxsa sho'g'larimizga. Qadrdonlar, Alloh qodir qilgancha ma'lumotni berdik. Qadrdonlar, mana drabilkalari mana shunday qilib chiqarib olinadi. Mana mayin qilib chiqariladi mana somonimiz mana mayin qilib. U yeriga pristda. U mayini bu. O'zimiz yoqqanda chiqarib olamiz somonni mana. Mayin somonlar. O'zimiz yoqadigan qilib drabilkamiz mana bu yerda turibdi. O'zimiz shunda zo'r bo'ladi. Shu yaxshi chiqadi. Ko'nildan chiqarib olamiz somonlarni. Yoqqanday. Qadrdonlar, Alloh qodir qilgancha ma'lumotni berdik. Ekranda nomer bor. Akalarga murojaat qilib chaqirasizlar, xonadoningizda chiroyli xizmatlarni qilib berishadi. Akalarimizning mehnatini, kaminani mehnatini qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh ushlasin. Rahmat usta aka. Xo'p, mayli.